O'zining samimiy hazillari, noodatiy hangomalari va komik obrazlari orqali minglab tomoshabinlarga kulgu ulashgan ijodkor Dilshodbek Musabekov hayoti quvonchdan iborat bo'lmagan, murakkab sinovlarga boy bo'lgan. Yaqinlari va do'stlarining so'zlariga ko'ra, ijodkor otasi hamda singlisining vafotidan so'ng og'ir ruhiy zarbani boshidan kechirgan va shu davrdan keyin sog'lig'ida jiddiy muammolar paydo bo'lgan. Shunga qaramay u sahnada va ijtimoiy tarmoqlarda kulgili obrazini saqlab qolgan. O'z dardini esa tomoshabinlardan yashirgan. Alohida ta'kidlanishicha, Dilshodbek Musabekov davolanishi mumkin bo'lgan mablag'ni ham yaqin do'stlarining umri ziyoratiga borishiga sarflagani ko'pchilikni chuqur o'yga toldirgan. Bu holat uning saxiyligi, iymoni va boshqalar manfaatini o'zidan ustun qo'ygan inson bo'lganini yana bir bor ko'rsatadi. Bugun u kulgu bilan eslansa-da, uning hayoti ijodkorlar ortida ham katta sinovlar, dard va sukut yashirin bo'lishi mumkinligini eslatib turadi. Tomoshabinlar qalbida esa u doimo samimiy kulgu, insoniylik va mehr bilan yodga olinadi. Videoni Dilshodbek Musabekovning muxlislariga, yaqinlariga va qolaversa barcha tanishlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.